Assalomu alaykum, mana uzoqdagi yaqinlarim. Musofirda yurgan jigargo'shalarim. Sog'misiz, salomatmisizlar? Ahli xonadonlaringiz tinchmi? Musofirda yuribsizlar, hamisha Allohning panohida bo'linglar, azizlarim. Allohimga hamd sanolar bo'lsinki, ana shunday kunlarni bizlarga yaratib, ana shunday shart-sharoitlarni bergan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Sizga bizga o'z mehrini, o'z marhamati ila siylab shu kunlarga yetkazganiga mingdan ming shukrlar bo'lsin ilohim. Amin. Mana azizlarim, erta indin yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarimizni, qadrli murabbiylarimizni kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ularning kasb koriga, umri joniga Allohim barakasini berib, ilm, fan, ma'rifat yo'lida tinmay izlanib, kelajak avlodni, farzandlarimizni mehr muhabbat ila bilim berib, ilm o'rgatib kelayotganlariga Allohim hamisha o'zi madadkor bo'lsin. Aziz va mo'tabar ustozlar, sizlarni ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etaman. Ilm, ma'rifat yo'lidagi mashaqqatli omad yor bo'lsin deyman. Ishlaringiz hamisha ilgari bo'lsin. Xoh oliygoh bo'lsin, xoh maktab, xoh bog'cha, farzandlarimizga ilm berishdan aslo charchamang, aziz ustozlar va murabbiylar. Bayram muborak bo'lsin. Shohlar ham qo'lida tarbiya topgan. O'quvchi ortidan yugurib chopgan, darslarni tekshirib yarim tun yotgan kasb bayram muborak, aziz ustozlar. Siz sabab kimlardir shifokor bo'ldi. Kim me'mor, yana kim bunyodkor bo'ldi. Kimlardir xalqiga ziyokor bo'ldi. Kasb bayramingiz muborak, aziz ustozlar. O'quvchim bilimli, oliy bo'lsin deb, ter to'kib yondingiz, omad kulsin deb, hayotda qoqilmay unib o'ssin deb, kasb bayram muborak, aziz ustozlar. Ustozlar hasadgo'y bo'lmaydi aslo, ilmini berkitib ko'nmaydi aslo, darslarga kechikib kelmaydi aslo, kasb bayram muborak, aziz ustozlar. Maktabu madrasa bilim dargohi, shu maskan hayotning eng to'g'ri rohi, qadringiz bilmaysiz kechiring gohi, kasb bayram muborak, aziz ustozlar. Juda ma'noli va go'zal she'r ekan. Bu she'rni bitgan ukamizga ilohim martabalariga, oila a'zolariga tinchlik, xotirjamlik, mustahkam iroda, yanada qalamlarini o'tkir qilib mana shunday chiroyli she'rlar yozishlikni Allohim taqdiri nasib aylasin deyman. Barcha ilm ma'rifat yo'lida kuch g'ayratini, matonatini sarf etgan aziz va mo'tabar ustoz va murabbiylar, kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Hamisha kelajak avlodni yetuk inson qilib tarbiyalash yo'lida aslo charchamang deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur, aziz ustozlar.